Sen jinni emasmiding? Nima deb o'ylading? Bo'lishi mumkin emas. Vijdoning qiynalmadimi? Men senga ishongandim. Vijdon deysanmi? O'zing aytmaganmiding? Mani xonam sani xonang deb. Men shunchaki o'zimniki bo'lgan narsani sendan tortib oldim. Adashasan. Men hamma narsani xotinimning nomiga o'tkazib qo'yganman. Xotining kimning nomida ekan? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Senlar til biriktirganmiding? Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ha, aytgancha, soating vaqtni aniq ko'rsatar ekan. Apa, hozir imkonim yo'q. Bir haftadan beri ish qidiryapman. Hozir uyga kelgan edim. O'zimizga telefon qilib yuboraman. Aka, siz o'lmaganmidingiz? Uyga kirib uyga gapmish. 20 yil oldin Rossiyada pastava bilan qamatib yuborishdi. Hamma o'ldiga chiqarib yuboribdi. Onam hammasini aytib berdilar. Kuyov bola yaxshi ish qilmabdi. To'xta. Kuyov bola meni tanimaydi. Aka, sizni men zo'rg'a tanib oldim-ku, kuyovingiz qayerdan tanirdilar? Ha, tushunarli. Bag'ini menga qo'yib berasan. Or nomus masalasi. Singlim uchun yordam bermasalaring bo'lmaydi. Xo'jayinim bo'lsa ham, meni ham singlim bor. Oilani saqlab qolishga yordam beraman. Ajrim haqida ariza. Tushunmadim. Sen nima qilyapsan bu yerda? Tozalagani kirdim. Qani o'tiringchi aka. U xuddi xo'jayin mazga o'tiring. Ko'chadagi o'ynash hech qachon senga el bo'lmaydi. U seni haloling bas. Yaxshi kuningda ham, yomon kuningda ham yoningda turadigan. Bilib qo'y, ko'chadagi o'ynash puli borga badanini, puli yo'qqa xarakterini ko'rsatadi. Oila muqaddas, kuyov bola. O'tkinchi yoring malakcha bo'lar, uydagi yoring bo'lakcha bo'lar.